Башқа күні деген қайсы күн? Келер қытым деген қайсы қытым? Кейінчі деген зады қанчылық вақыттен кейін? Вақыт шыққанды деген зады қачан шыққыдыға вақыт? Біз нұрғын вақтымызны әхмиетсіз еш вә мünasibətlərə sərf qılıb etimiz yox. Әң mühim kişilərimiz, әң mühim işlərimizni әні şu başqa күніге sürüb qoyuvatımız. Vaqt degan barğu, kunlar texi uzunğu deymiz yox. Keyingi minutda nim ishlar yuz berdigini bilmaymiz. Ham o'ylab yetolmaymiz. Atalmış uzun kunlar qani. Biz kutgan vaqt kelganda, bizni kutganlar yana shu joyida tura olurmi? Ba'zida atiganda eshikdan chiqqanda mundaqlik deb qo'ygan bir eg'iz qo'shlarimiz bizning bu hayotdagi eng oxirgi xo'shlashimiz bo'lib qolishi mumkin. Kechidagi shu bir qatimliq kutish tongga ulanmasligi ham mumkin. Kechini uzun demang, bu kecha ancha uzun emas. Ko'chadagi bir qatimliq tasodifiy uchrashish, ündidagi bir qatimliq oddiy ahvollashish, chambarakdagi bir naqsha, balkim uning bu hayotida sizga qoldirgan eng oxirgi aslimisi bo'lishi mumkin. Bu hayotda nadimi uncha ko'p boshqa kun bo'lsin, nadimi uncha ko'p kelar qatimlar bo'lsin. Yuz ko'rishib turayli, chiroyimizni unutib qolg'ucha. Telefonlashib turayli, ovozimizni unutib qolg'ucha. Ahvollashib turayli, og'riqmikan to'q, nimish bo'ptikan deb qolg'ucha. Biz balkim shunchalik qaysardirmiz. Qaysar bo'lmasak, yillar bizni bu qadar azoblar bilan sinamas edi. Biz balkim shunchalik ojizdirmiz. Aciz bo'lmasak, hammani yillarga artib qo'yib, ag'rinmas edik.